qishda ishlamaydi. Quyosh panellari qishda ishlaydi. Misol tariqasida 10 kilovat o'rnatsangiz, bir kunda 20-25 kilovatgacha ishlaydi. Xuddi shu stansiyani o'zi yozda qoq o'rtasida mavsum davrida 60 kilovatdan 70 kilovatgacha elektr energiyasi beradi bir kunda, kunlar kesimida. Yil kesimida aytadigan bo'lsak, 10 kilovatimiz 15 ming kilovat tok chiqaradi, 15 million sof foyda keltiradi. Chang tushsa o'chadi. Quyosh panellari changlanish holatlarida ishlab chiqarish quvvati pasayadi 80% gacha. Masalan, yozda kunida 10 kilovat stansiyangiz 70 kilovat berayotgan paytda 10-15% kamayganda 60-55 kilovat berishi mumkin. Quyosh panellari juda qimmat davri o'tdi. O'sha 18 yilda qoplaydigan gaplar to'g'ri edi, chunki 12 million so'm 1 kilovat edi. Davlatni bizga to'laydigan elektr haqi 295 so'm edi. Bugungi kunga kelib elektr narxi 3 baravarga o'sdi. Quyosh fotoelektr stansiyaning narxi 3 baravarga narxi tushdi. Hisoblayvering. Demak, aytdikki 10 kilovatni biz 40 millionga, 35 millionga o'rnatadigan bo'lsak, har yili 15 million so'mdan sof foydani hisoblasangiz, 3 yilga bormaydi. Ya'ni 45 million so'm sof foyda bo'ladi 3 yilda. Siz 40 million yoki 35 million so'mga o'rnatgansiz, demak 3 yilga bormaydi.